Xullas, o'g'ili, bitta sporniy вопрос bo'lyapti. Qaysi davlatni aktivi kuchli Instagramda deb aytaman. Men O'zbekistonniki deyapman. Maqsadga ham aytayotdilar, Qirg'izistonniki deyaptilar. Mana akamiz aytayotdilar, yo, Qozog'iston yorvoradi deyaptilar. Bitta polniy gaz. Xullas, hozir aniqlaymiz. Maqsadga ham Qirg'izistondan mashinalarni olib keldilar. Bu akamiz Qozog'istondan keldilar. Bu endi men o'zimning mashinam O'zbekiston. Akamdan qilamiz, agar rozi bo'lsanglar. Kim o'zbek bo'lsa, mana shu videoga like bosinglar. Shu o'zbeklarning aktivini shu yerdan bilib olamiz. Xo'p, Qirg'izistonni bayrog'ini qo'yib kommentariy yozinglar. Qozog'iston bo'lsa, repost tugmasi bor. O'sha repostni bossanglar, kimma aktivi kuchli. Lekin O'zbekiston yutadi baribir, aka. Qozog'iston yutadi. Inshaalloh, xullas. Hammamiz qardashimizni inshaalloh tuning house-ga mashinalarni olib kelsanglar, doda qilib tuning qilib beramiz. Gazni bosamiz, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, olg'a.